Bugun 21-kun. Mana cho'jalar уже ochilishni boshlabdi. Tumshuqchasi qop-qora ekan bu. 100 talik vyetnamchamiz mana. Bir kun oldin ham emas, bir kun kecha ham emas. Точно срок. Ровно 21 kunda. Iloji boricha ko'p ustini ochmash kerak. Влажность tushib ketadi. Влажностьni balandroq ushlashimiz kerak. Suv sepamiz unga qarab. Jo'jalarimiz sekin-sekin chiqishni boshlayveradi endi. Pakashda mana bitta tuxum ochilibdi. Qolganlarini kutamiz. Qo'rqmasdan влажность baland qilirish kerak. 75-80 bo'lsa ham hech nima qilmaydi. Nimaga desanglar ochganingizda mana bu plonkasi yopishib qolsa cho'jachaga jo'ja bo'ladi. Agar chiqsa ham keyin slabый bo'lib qoladi. Shuning uchun yaxshilab suv sepamiz. Keyin ustini yopib qo'yamiz.